Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqacı Rozu Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü İslaq 2020 yıl 9. ayının 29. günü haftaga Seyşembe. Bugünkü vaziyet doğrusu da gap qiladigan bolsak, Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mahkamasining 2. darajalik rahbari Kratch Germaniyaga berib, Berlin teminin harabisini gözden geçirip, Reis Xi Jinping dedi ki, internet tamlarını elevet bu tam, Berlin temiga o'xshaydi. Tarix Berlin temini elevettiysen, endi internet tamlarını elevet deb chaqiriq qildi vatandaşlar. Buna sezgür vaziyet. İnternet meselesi Xitay üçün aytqanda sezgür, siz bilen biz üçün aytqanda bek sezgür vaziyet vatandaş. Vaziyet şu. Ondan bugün sizlerge iki parça leksiyata yerlap keldik. Şunun münasebetlik sizlerge leksiyani sözlep bolğandan keyin ahırda Allah kalırsa muhakeme qilamiz hürmetli vatandaş. Birinci leksiyamında hazır görüp otsuz, bilip otsuz, Amerika Qo'shma Shtatlarida çoğun saylam yetip kelyapti. Saylam aldıda iki partiya o'tirisidagi rekabetçilikmi hem keskin bo'lyapti vatandaş. Bugünkü birinci mavzumundaq leksiyada yalgan ular eskilik qildi. Prezident Trump New York vaqt gazetining bosh o'g'irligi deb yozgan dokladini qattiq tanqid qildi. Mavzuli xabar 10. ayning 28. kuni Jungoga nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoga nazar torbeti muxbirlar tarjima tahrir qildi. Muxbirlari tarjima tahrir qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 9. ayning 27. kuni New York vaqt gazeti e'lon qilgan bir dokladni qattiq tanqid qildi. Bu dokladda Prezident Trump ötken 15 yılının 10 yılı içinde tapavet böce tapşırmagan 2016 yılı prezident bulup vazife ötügendiğin keyin fakat $750 baş tapşırgan dep yazılgan. Prezident Trump radiya berip bunda ko'rsatdi. Men köp miqdarda federatsiyalik ve shtatlik baş tapşırıp geldim. Bu xabarni ayıplab Prezident Trump mundaq dedi. Bu xabar butunlay yolg'on. Yolg'on xabar. Bu xabar butunlay yasab chiqilgan deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning advokati bu yolg'onchilik. Solchilarning aldamchilik bilan Prezident Trumpga yana bir qatam qora chaplishi bo'lib hisoblanadi deb ko'rsatdi. Fox xabarlari munda xabar qildi. Yakshanba kuni New York vaqt gazeti bosh o'g'irladi deb xabar e'lon qilib, 1 soat o'tgandan keyin Prezident Trump Aqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'inida bu gazetning xabari to'g'risida muxbirlar tushuncha berishni talab qilganda Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Meni ko'p yillab bosh topshirmadi degan so'z to'g'ri emas dedi va g'azablandi. Prezident mundaq dedi. O bir yolg'on xabar. Butunlay yolg'on xabar. Yolg'on, saxta, yasab chiqilgan xabar. Butunlay xato. Ular eskilik qilyapti. 2016 yıl Prezident Trump Aqsaroyga kirishdan burun boy to'lash masalasida Amerikada solchilarning qattiq hujumiga uchrab keldi. Prezident Trump bir qancha qatim bayonot e'lon qilib, Amerika bosh idorasidan qattiq tekshirganligini ko'rsatdi. Prezident Trump tekshirishdan keyin o'zining bosh topshirgan hujjatlarini e'lon qilib, o'zini oqlagan edi. Yakshanba kuni Prezident Trump mundaq dedi. Men hozir tekshirishni qabul qilyapman. Ular davlatlik bosh idorasi hozir baholayapti. Tekshirish oxirlashgan, mening bosh topshirganligimni ko'rib olasan.
New-York vaqti gazetasining saxta yolg'on doklati saylam davrida prezident Trumpga yana bir qatam hujum qilish edi. Prezident Trumpning advokati mundaq dedi. New-York vaqti gazetasining xabari prezident Trumpga qora chaplashdan iborat. Prezident Trumpning qayda prezident bo'lib saylanishiga toshqinlik qiladigan bir ish xolos.